Dorilardan charchagan tanangizga dam bering. Qur'on va sunnatga qayting. Haqiqiy shifo bo'lmish qora sedana o'limdan boshqa barcha dardlarga davo. Agar unga Qur'onda nomi zikr qilingan asal va Qur'onda nomi 7 marta zikr qilingan zaytun moyi qo'shilgan bo'lsa, hamda shifo oyatlari Yasin surasini 40 marta jonli o'qib ruqya qilingan bo'lsa, vahima, sababsiz siqilish, sehr, ziyon, nazar, suxtdan tozalaydi. Surunkali bosh og'rig'i, qon bosimining yuqoriligi, qand kasalliklarida, jigar xastaliklarida, oyoq qo'llarning qaqshab og'rishida, kattalar va kichkinalarning gijjalarida, ayollar va erkaklarning bepushtliklariga davo bo'ladi. Ko'chib yuruvchi og'riqlar hamda rak kasalliklariga davo bo'ladigan ob-hayot aralashmamiz hozirda sotuvda. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.